Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. YouTube'imiz ishqibozlar biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga Xudo xolisa 2026-yil uchun eng serdaromad va biznes uchun qulay bo'lgan, oson bo'lgan bizneslardan sizlarga tanishtirib o'tamiz Xudo xolisa. Bu nima deb tushuncha so'ragan insonlarga Gazablok texnologiyamiz Xudo xolisa Gazablok ishlab chiqarish bizneslarimiz, ya'niki mana shu Gazablok ishlab chiqarish biznesini boshlamoqchi bo'lgan akalarimizga stanoklarimiz bor Xudo xolisa. Hop, har xil turidan eng minilashtirilgan, o'rtanchadan kattaroq, ya'niki polniy avtomat eng kattalashtirilgan variantlarimizgacha bor xudo xohlasa. Buni ichiga shlaka blok, polistra blok, pena blok, gipsa bloklarni ham qo'shishimiz mumkin xudo xohlasa. Qaysi biridan kerak bo'ladigan bo'lsa, stanok sohasida. Va ya'niki so'ri, kachalik, drabilka, undan tashqari temir mahsulotlardan qo'yingki, nimaiki so'ragan akalarimiz xudo xohlasa sifatli qilib ustonovka qilib berish darajasida xudo xolisa ishlarni boshlaganmiz. Komplektimiz tanishtirib o'tadigan bo'lsak, hozir Andijonga chiqib ketayotgan komplektimiz rushnoy, ya'niki eng o'rtancha variantimizdan bittasi rushnoy variantimiz. Qoliplarimiz relsga moslashtirilgan 8 ga to'g'ri 2 stenkali profillarimiz, paddonlarimiz, paddonlarimiz qolipimiz bortini ushlab turadigan profillarimiz 2 stenka profillardan bo'ladi. Ugonliklarimiz ham to'rlik, qalin ugonliklardan bo'ladi. Stenkasi to'rdan bo'ladi. Hop, hozir 2 dona qolipimiz bilan Andijonga chiqib ketyapti hozir komplektimiz. Akamiz 10 ta dona qolipi bilan so'ragan. Joyi hali tayyor bo'lmaganligini hisobiga hop 2 dona qolipi bilan olib turibdi. Qolgan qoliplarni nasib bo'lsa olib borib bir 10 kunda avvalda olib borib ustonovka qilib beramiz. Qolgan 10 ta qolipni ham hozircha 2 dona qolipi bilan rushnoy komplektimiz ketyapti. Rushnoy komplektimiz deganda mana bunaqangi 220-380 ga ishlaydigan mishalkalarimiz motorlari yangi bo'ladi. Korobka holatlarda motorlar qo'yiladi. Endi eski motor qo'yib beradigan insonlarga eski motor ham qo'yib beraveramiz. Nimagaki eski motorda holati ichki qismi korpuslar misdan bo'lgani uchun obmodga qilsa bo'laveradigan holat bo'ladi. Mana bunaqangi motorlarimiz Xitoy motor yangi, lekin eski motordan ko'ra tekisroq ishlaydi. Nimani hisobiga? Vallari urilmagan bo'ladi, pachimliklari urilmagan bo'ladi, yaxshi holatda bo'ladi. O'shaning hisobiga Xitoy bo'lsa ham yangi motorlarimiz o'ta tekis ishlaganini hisobiga yangi motorlardan qo'yapti. Yangi motorlar ko'pchilik qo'yapti, ishlata olmagan hisobiga eski motor yaxshi ekan degan savollar ham kelib tushyapti. Lekin yangi motorda ham joy-joyiga hamma yo'lini, diagonallarni hamma yo'lini joy-joyiga qo'yib ishlatsa, xohlasa yangi motorlarimiz ham zo'r ish beryapti. 220 ga ham, 380 ga ham. Endi komplekt tanishtirib o'tyapmiz. Bitta mishalka 2 dona qolip, relsga moslashtirilgan qoliplarni oldi akalarimiz. Xo'p. Bu yoqda mana bu yo'mkislarimiz. Mana bunaqangi 1 tonnalik ustidan ahamiyat bermaysizlar. Ustidagi 50% tayyor holatdagi lentamiz, bu polniy moslashtirilgan lentalarimizdan boshlanadi. 1 tonnalik bochkamiz va kichkina shablon bochkamiz. 120 talik bo'ladi shablonli bochkamiz va bunga ketadigan nasos, tent, suv montaj shunaqa ishlar ham bor, xudo xolasa. Mana bunaqangi rushnoy shablon arralar ham kiradi ichiga. Uni ichiga mana bunaqangi rushnoy shablon arralarni ham yuklaymiz. Hozir o'rtada bir qisqacha video qilyapmiz. Mana bunaqangi relsga moslamaydigan degan aka-ukalarimizga ko'rsatishingiz mumkin. Mana bunaqangi g'ildiraklarni qo'yib beramiz. Hozir rolik qo'ymaganimiz sabab tekis joyga o'rnatganning hisobiga rolik qo'ymadik. Rolik xalaqit beradi tekis joyga o'rnatganning hisobiga. Keyinchalik avtomatlashtiraman degan xohish bo'lib qolsa, xudo xolasa mana bunaqangi 4 ta rolik qo'yib turib relsga chiqazib beramiz. Endi komplektlarimiz eng minilashtirilgan deganimizda mana bunaqangi 6 talik qoliplarimiz. Kasetasi o'zi bilan bo'ladi. Tayyor kesilgan joyidan chiqadi ishlarimiz. Kesilgan holatda chiqadi. Bu komplektimiz 3 ta dona qolipi bo'ladi bu komplektimizda. Mana bunaqangi minilashtirilgan mishalkalarimiz bo'ladi. Mana bunaqangi shablon bochkamiz kichkinarog'idan, ya'niki 60 litrlikdan bitta bo'ladi. Bitta 200 litrli bochkamiz va nasos 2 ta ten bu bilan birgalikda boradi. Buni ham narxlarimiz $1200 dan, Gazablokni o'ziga moslashtirilgan variantimiz $1200 dan boshlanadi. Bularimiz dastavka ustonovkasi tekin, vodiy bo'ylab ustonovkasi ham tekin. Voha, ya'niki vodiy perivaldan yo'g'iga o'tganda ustonovkalar kelishilgan holda, lekin dastavka deyiladigan bo'lsa, O'zbekistonda Liboy Qoraqalpog'iston eng chekkasi bo'ladigan bo'lsa, Qoraqalpog'istongacha dastavkasi mutlaqo tekin. Ustonovkasini kelishilgan hollarda bo'ladi.
Hop, endi buni 3 tasi birda, 4 tasi birda qilaman deydigan bo'lsa, bunga ya'niki pena generator, hop, rastvorniy bochka, mikser, kompressor qo'shiladi. Ham gipsoblok quysa bo'laveradi, ham gazoblok quysa bo'laveradigan holat bo'ladi. 3 tasi birda deganimizning sababi o'sha pena generator, kompressor, mikser, rastvorniy bochkani o'zida lomshvoq, ya'niki lomboz hisobida ishlatgani hovlilarga borib ishlashi mumkin. O'shani hisobiga 4 tasi birda, 3 tasi birda deydilar. 4 tasi birda deyishimizning sababi bu qoliplarimizda polistroblok quysa ham bo'laveradi. Polistroblokka ham bemalol ishlayveradigan qoliplarimiz bo'ladi. Faqatgina mikserini boshqa oladi. Hammasida gipsoblok quysa ham mikseri boshqa bo'ladi. Hop, polistroblok quysa ham mikseri boshqa bo'ladi. Hop, gazoblok quysa ham mikseri boshqa bo'ladi. Ya'niki haqiqiy pena blok quysa, ya'ni 5 taga bittaga 5 ta. Bitta qolipimiz 5 ta ishni bajaraveradigan bo'lar ekan. Haqiqiy pena blok quyaman degan akalarimizga ham polistroblokni bishalkasida haqiqiy pena blokni quysa ham bo'laveradi. O'shani hisobiga 5 ta vazifani bitta qolipimiz bajarib berish ehtimoli bor. Uni qulaylik tarafi nimada? Hop, quyib qo'ydingiz, 4 soatdan keyin kesishim kerak. Qotib qoladi bo'lmasam deyish xayollari bo'lmaydi. Ustini kesib qo'ysangiz bo'ldi. Bu yog'i bu yerda zarur ish chiqib qolishi mumkin, boshqa bo'lib qolishi mumkin. Men hechim qotib qoladi, u yoqqa kelib bu yoqqa keta olmayman degan savol bo'lmaydi. Xudo xolasa ustini bemalol kesib olsa bo'laveradigan holat bo'ladi. Tayyor kesilgan chiqqan hisobiga g'ishtlaringiz birakka aylanmaydi qotib qolgan taqdirda ham. Endi bularimizni o'sha minilashtirilgan 1,5 mili variantimizni olganlar ham ob'yomga oladi ko'proq. Relsga moslashtirilgan sababiga kattaroq bo'ladi, ob'yom kattaroq bo'ladi. Endi buni jicha noqulaylik tarafi joyni ko'proq egallaydi. Shuni hisobiga ob'yom sal kamroq chiqadi, kichkinaroq joyda bo'lsa. Relsga moslashtirilgan variantlarimizda esa polniy qoliplarimiz jipslab turgan hisobiga joylar ekonom bo'ladi. O'shani hisobiga qoliplarimizda ancha ekonomlik uslubi ko'proq bo'ladi xudo xolasa. Qoliplarimiz nalichida bor, 10 talik. Mana tayyor turibdi. Endi pol avtomat variantimizda 10 ta dona pol avtomat qolipimizga 10 ta dona qo'shib beriladi bunga. Hop, avtomatni resga mana bunaqangi ruchnoy reskalarimizdan qo'shib beriladi arrasi bilan birgalikda. Mana bunaqangi bochkalari 1 tonnalik emas, 2 tonnalik bochkalardan qo'shib beriladi. Shablon bochka ham xuddi mana shu holatda bo'ladi. Avtomatli reska. Ya'ni mana bu yerda ko'rsatilgan g'ildiraklarimizni qo'yib beramiz hammasiga, relslarga uстановка qilib boramiz. Xudo xolasa mana shu kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa bundan yana yangiliklardan xabar bo'lib turasiz. Xudo xolasa qaysi biridan sizga ma'qul keladigan bo'lsa, olib borib uстановка qilib o'rnatib ishlatib beramiz sizga. Hamma bilan yaxshilikda ko'rishaylik.